6 oylik. Birinchi qorin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Puli necha pul? 20 kam bor ya. 20 million so'm kam bor. Bozor necha pul qildi? 17 million 300. 17 million 300 ming so'm. 17,5 ga berar ekansiz-da? Qo'shilsa beradi. Qo'shilsa berasiz. Telefon nomeringiz? 91 91lik 656 656 0013. 0013. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Ha. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Mana bu savdo bo'lyapti shekilli, a? Bir hafta uyingda boqdim. Endi yegan ichganni hisoblamaysiz. Uni hisoblamayapman. Bunday yashaydigan yo'lkidan YouTube'da zamonaviy desangiz chiqaveradi. Umid ediyorum. 22 million 500 ming. O'sha chiqqancha qolmayapti shekilli, a? Tug'ishiga. Birar oy bor. Birar oy. O'sha. Ha. Aka bor aka, pulni oling bo'ldi aka, zo'r Bering. Endi 21 deb turganda kelib bunday qilib pul gapiradi. aytaman-da kirishimga. Endi so'rab tursiz, son 25 dan so'rab ketishaveradi aka. Sanagan hisob. Bozorda kim yolg'on gapirsa o'zi uchun qiladi. O'shuning uchun buni borlar aka deb. Obunachilar 8 oylikdan o'tgan bir oy deyishyapti, bir oyga borib bormasam tug'adi, 22 million so'm savdo bo'lyapti. Ko'rsatib qo'yaymi? Ha, orqa tomondan ko'rsatib Orqadan qo'ying. ko'rsatib Nechinchi bolasi tug'ishi bu? 3-chi tug'ishi. Abdulla tishini ochchi. Lopillab qo'yibsizmi? Bitta ro'zg'or tebratveradigan mol ekanda. 8 ta kishi. Nargilar qaysini savdo qilyapti aka? Ko'rsataveradilar, ha? Qorani. Bu nech pul aka? Assalomu alaykum. Aka, ishlaringiz? Rahmat. Nech pul bu? Chiroylisi. Pulini gapiring, nech pul? 22 million kam bor. 22 million kam bor. Sodasi nech pul ko'rdi? 19 million 500 ming bo'ldi. 19 million 500 ming bo'ldi. Biz operator yaqinroq olib bering. 19 million 500 ming. Necha oylik? 5 oylik ikkinchi bolasiga. Mana shu savdo bo'lyaptimi hozir? Boshqa. Ha. Boshqa. Telefon nomeringiz? Telefon nomeri 90lik 840 840 1100. Sigir kerak bo'lsa aloqaga chiqaversin. Sigir kerak bo'lsa mana obunachilar bor ekan, aloqaga chiqarasiz. Ismingiz? Baxtiyor aka, aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'ling. Joyam. Necha oylik bo'g'oz? 3 oylik. 3 oylik bo'g'oz. Nechinchi qoringa? Birinchisiga. Birinchisiga. Bosh. Boqay. Aqadan o'tib shu. Puli necha pul? Aka 27 deyapman-chi. O'ti bor. Ya bo'ldi, ishlandi. Orqadan ham shu aka. Bozor necha pul qildi? Bozor 25 ga o'tib berdi. 25 million so'mga o'tib berdi deyapti. Bo'ylari 1.15 plus minus 20 devormayu. Plus minus 5, to'g'rimi? Aka kilosini aytib bering. Ha, 435 kilo. chiqdi. Qo'ydi taroziga. Yo'q. Qo'yga sakrashdan avval qo'ydi. Ha. Boqayotgan narsangiz. Alishga sotib yuboriladi. 16 million 500. Qancha? 16 million 500. Telefon nomer bering. 90lik 230 47 63. Bozoringiz bersin. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Ishlaringiz charchamasdan. Rahmat. Ko'zi chatoq ekanda, birorta tepdi. Ona kameram. Men gapirib yuribman. Aka odam nomasin. Yo'q, sizlar tushmaysizlar. Tushyapti-da, zaiba qilyapti odam. Qancha so'rsin? Ha. Necha oylik ekan bu? 5 oylik. Necha pul qildingiz? 16 million. Nega begasi bilan borib tashlayapsiz? Topib qo'ying.
Hoji tog'a bering. Yaxshi savdo bo'pti. Abdurashid. Qo'y, katta molni ham ko'rsataylik-chi. Ol uka baraka top devoravering. Nech pul ekan bu? Assalomu alaykum. Aka, ishlaringiz yaxshimi? Nech pul ekan? 24 millionga berilmadi. Berilmadi. Necha oylik bo'g'oz? 7 oylik. 7 oylik. 4-bolami, 5-bolami? Nesiniz Fazilov? 4-si. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Qanchalik? Nechta sut bergan? Sutini bilmaymiz. Biz ham qisir yol oldik, bo'g'oz chiqib qoldi. Ha. Qisir boqalar bo'g'oz chiqib qoldi. Mol orqasidan bir ko'rsataylik. Telefon nomer bering. Ha, bo'ldi. 90lik 053 053 Nega berishmayapti? 54 7 oylik bo'g'oz Ishlari berdi. 8 ta. Zo'r ekan. Hello aka. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Yangi yillar bilan o'tgan. Charchamasdan. Assalomu alaykum. Jumsiz, charchamasdan. Rahmat Xormay aka, jumsiz, charchamayapsizlar. 8 oylik bo'g'oz dedingizmi? 8 oylik bo'g'oz. Puli necha pul? Pulni akam biladi. Savdo ko'rdimi? Savdo ko'rdi akam bilan ko'rdi. Olmay ekan. Hello aka. Charchamayapsiz? Charchamayapsiz. Sizlar bilan o'zim. Ma'lumotini bering. Ma'lumot 8 oylik bo'g'oz. Hop, 8 oylik bo'g'oz. Yevichi 5 joylar. Hozir 25 million qilishyapti. Savdo ko'rdi. Ko'ryapti. Ha. 25 million 100 ming deyishdi oxiri. Shu. Berganingiz yo'q. Yo'q, berganimiz yo'q. Mo'ljali 25 yarim ekanda. Qo'shilib ol, Xudo xolasa. Yaxshi niyat. Yo'q, Rossiyadan kelganlari uyda aka. Sotildimi yo? Yo'q. Yo sotamiz endi aka, Xudo xolasa. Bor 60 ta bor aka. Bu necha qoringa bu? Xudo xolasa 4-chiga. 4-chiga qolar. Bo'ylari necha shuni hozir polvon aka? Bo'ylari bor, hozir 1.30. Qanaqa bo'ladi? Ha, 1.30 bor. 93'lik. 93lik 643 643 5156. 5156 ga aloqaga chiqinglar. Ishonchli mollar mana o'zimiz tomondan. Bor, Rossiyadan kelgan mollar ham bor aka. Novvoslar bor 60 ta. Rossiyadan kelganlar ham bor ekan. Kunliga qolgan obunachilar 25 million so'mga berilmadi. Menimcha ikkinchi qorin. Qanaqa ekan bu? Ko'rasizlar. Kunliga qolgan. Ordagandan Hafta 10 kun. 25 millionga berilmadi. Chiqardib ko'ring. 15 kilo. Bu sandal necha pul, taroziga necha puldan bo'ldi? 125 mi? 118 kiloga adashibman. 114. Necha pul bo'ldi bu? Boshlig'i? 18. Ha, 118 kilo. Ertalab kirayotganimda kelyapti shu qo'y. O'z qolganlar tayyorlaydi akalar. Gapiro. Boshlig'i necha pul bu? Puli. 25 million 500 ming so'm savdo ko'rdi. Birinchi qorim, ikkinchi qorim. Ikkinchisiga bo'g'oz. Kunliga qolgan menimcha tug'adi. Shundaymi? Kunliga qolgani? Ha. Zo'r, chiroyli. Telefon nomer qoldirasizmi? Nechili? 90lik 630 1904. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana u kimdan ekan mana u? Sizdanmi? Assalomu alaykum. O'tgan yangilaringiz bilan sizni so'rashib qo'yaman, uzr tilayman sizlar. Charchamasdan. Rahmat, Xudoga shukr. Zuymilar, charchamay. Yaxshimisizlar, charchamasdan. Necha oylik bo'g'oz bu? 8 oylik. 8 oylik. Puli necha pul? 32 million juda kam bor ekan. 32 million so'm kam bor. Qirg'iziston baroda oq quloq, oq tumshuq. Ikkinchi bolasi qoldi bu. Bozor necha pul qildi? 29 ishyapti hozir. 29 million so'm berganingiz yo'q. Mo'ljal 30 ekanda. Endi nasib ekan. Nasib, iloyim bozorini bersin, qo'shilsin. Hamma umid bilan chiqadi, yo'l kira qilib. So'g'da. Telefon nomer bering.
90'lik. 90'lik 631 631 55 05. 55 bozorlaringni bersin, sotib olinglar iloyim. Sog' bo'linglar. Sari qonajini ham bor. Qani? Qanday olamanlar unisi. Bu ham bizdan ham. Mana uni? Bu ham ikkinchisiga bo'g'oz. Necha oylik bu? Bu ham mana 8 oylikdan oshib qolgan. Ha. 20 kun bir oyog'i bag'i tug'adi. Ha. Buni puli necha pul bo'ldi? Bu ham aka 32 million kam bor buni ham. Buni necha pul so'rishdi savdosini? Buni 27,5 million qilishmoqchi. 30 basi bo'lmaydi deyapmiz. Ha. Rossiyskiy parodan bu? Ha. Mol o'zi Nargi bo'g'ozda ham olaylik. turishi ham chiroyli-da, xonasini nega bilinib turibdi buni. Chiroyli mol bo'ladi, katta bo'lganda ham. O, bitta ro'zg'orda uzoq vaqt terib o'tadi bu. Salomat o'tirib olsa 40 million zoda oladi. Ha.